Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun bo'yicha biz bugun 46-kundamiz, birodarlar. Svet o'chib qolgandi, shuning uchun trenirovkadan keyin joylamoqchi edimiz video. Kech qolib ketdim. Endi kech bo'lsa ham joylamoqchimiz. Bugun sizlarga Shayx Vafo hazratlarining bir o'g'li haqida hikoya qilib bermoqchimiz. Ya'ni Shayx Vafo hazratlarining bir o'g'li bo'ladi. Paytlari hali Istanbulda chashmalar bunyod etilmagandi, qurilmagandi. Insonlar uzoq joylardan suvlarda hayvonlarga ortib, ya'ni meshlarda olib kelishardi. Shayxning o'g'li insonlarni suv olib kelishiga to'sqinlik qilib, xalal berib, ularning meshlardagi suvlarni to'yib hamda ichiga narsalar tashab qo'yib beadablik qilardi. Buni insonlar uni otasiga aytishmardi. Chunki otasi ulug' shayx bo'lgan. Shuning uchun hech kim aytishga jur'ati yetmardi. Bir kuni bir inson juda bir chidolmaydi. Ya'ni suvlarni to'kib tayoq bilan suvlarni to'kadi, ichiga narsalar tashab qo'yadi. Yaroqsiz holga keltirganligidan otasiga borib, ya'ni Shayx Vafo hazratlariga aytishga ahd qilib borib aytadi. Shayxim deydi, o'g'lingiz anchadan buyon suvlarimizni yaroqsiz holga keltirib tayoqlar bilan to'kib tashlayapti deydi. Bir nasihat qilib qo'ysangiz desa, otasi bu holatni, ya'ni o'g'ilni beadab harakatlarini eshitib ranjidida, chunki bilmasdi ular otasi bu holatni. Keyin ularga tasalli berish maqsadida bu holat qaytarilmaydi. Ayb bolada emas, bizda deydi, hamda ularni ko'nglini olib, qancha meshga zarar yetkazgan bo'lsa, barchasini to'lab beradi hamda ayoliga yuzlanadi. Aytadiki, masalani aytib, shunaqa bo'lyapti ekan, ya'ni o'g'limiz beadablik qilyapti ekan. Qusur yo senda xonim yoki menda deydi. Ya'ni unga homilador payting yoki emizikli paytingda biror bir harom narsa yedirmaganmiding yoki yemaganmiding deydi. Desa, ayoli, shayx ayol aytadiki, harom narsa yemaganman, lekin shubhali bir ish bo'lgandi dedi. Ya'ni bu bolaga homilador paytimda qo'shnini anoridan, ya'ni bog'dagi anoridan ignada teshib turib, suvdan ichib qo'yadi ekan. Shunday holat bo'lgandi dedi. Shayx, ya Allohga hamd bo'lsin deydi. Ya'ni buni masala oydinlashdi. Qayerda xato qilganimizni topdik deydi. Sen qo'shnining ayoliga borib ayt. Ya'ni ularga aytki, bizdan rozi bo'lishsin deydi. Agar rozilik uchun biror narsa so'rasa, men hamma narsani beraman deydi. Xo'p deydi ayoli, ya'ni shayx ayoli kirib, qo'shnining ayoliga aytadi, bo'lib o'tgan voqealarni aytsa, deydi, bitta anor sizdan aylansin deydi. Uzib yemagan ekansizda deb turib rozilik bildiradi. Shundan keyin bu masala o'z-o'zidan hal bo'ladi hamda shayxning o'g'li qaytib bunday ishni qilmaydi. Ya'ni unga nasihat qilish ham shart bo'lmaydi. Ya'ni birinchi bo'lib o'zlarini isloh qilyapti ota-onasi. Undan keyin bola buni ko'rib, ya'ni so'z ilonga nasihat qilmayapti, amaliy qilgani uchun bola qaytib bu ishni qilmayapti. Ya'ni yonidan endi suvchilar o'tsa, suvchilarning meshini hattoki ularga qayrilib ham qaramaydigan holatga keldi deb yozadi. Bu so'z tasavvufiy hikoyalar kitobida keltiriladi. Ya'ni Jaloliddin Rumiyning tasavvufiy hikoyalar kitobi 146-147 betlari edi. Shuni ulashib bergandim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.